mana deganicha ko'p ziyon bo'ldi. Normal ekan dedi. Nech bo'l bu aka? Aka, o'zbek, jon aka, qo'shing dedi. Qo'shdim mana deyapti. Rosa qiynabdi. Jon tomirlatib ketyapti-yu. Baraga toping. Sizdan olib menga ziyon qilsam bo'ladi. Nech bo'l bu aka? 13 million 300 ming so'm. 13 million 300 ming so'm ekan. Baraga toping. Mana hurmatli bo'pti, bering aka, ma'qul kelsa. Nech pul qilishdi buni aka? 18,5 million. Bu nech pulga bermadingiz? Bular 21 deyapmiz aka. Ha. Shu 18,5 pul beryapti aka baba. Gap yo'q, jonivor, shoqli chiroyli mana. Nech pul berdingiz aka? 3 vaznga 60 ming so'mdan so'rashyapti. Nech kilo skitka? 10 kilo skitkasiga 61 ming so'mdan 3 vaznga savdo bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Yaxshi buqa ekan jonivor. Aka buni nech pul qilishyapti buni? 23 million 600 ming qilyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Hurmatli Vodiy buqa kuzatuvchi qadrdon podpischilar, hurmatli obunachilar, 2025-yil 28-oktyabr hafta kuniga seshanba Andijon viloyati Shahrixon Sho'ja Xoldonbek chorva bozorida sizlar uchun novoslar video obzor qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa bir dona like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Boyaga nech pul deyapsiz buni? 30 million xayri bor ekan. Nech pul bermadingiz? 27 million so'mga sotilmayapti. Uydan ovoz boqayotgan akalarimizga xudo xolasa bugungi videomiz manfaatli bo'ladi. Boyaga nech pul bo'ldi bu? Ikkitasi bir joyga 44 million so'm bo'ldi. Qarang. Buqa shunaqangi serobki, hurmatli obunachilar. Yo'yoki ariya deb qo'yadi, qarang. Jonivorlar. Sotildimi aka bu? Ha, sotildi. Nech pul? 24 million 500 ming so'm. Parodasi qanaqa buni? Simental ekan. Sotilib, hurmatli obunachilar. Orqasidan ham bitta ko'rib qo'ying, sodiq bo'lasiz. Tamizi. Shvedlar ham. Ketib kommersiyada turibdi, kelishadi. Jonivor sifati uchun pul o'pdi-da bu mol. Kichikroq mol ekan-ku, sifatiga pul o'pdi. O'tinglar akalar. Kimlar sizlarmi bular? Nech pul o'pdi aka? 3tasi 100 million bo'ldi. Yaxshi jon bu. Sharkan demayap. Simental buqani. Bular kimdan ekan bular? Onu bolan ekan. Boyaga bular nech puldan deyapsiz? Sizdanmi? Nech pul deyapsiz unisini? 40 million kam. Savdo qilishdimi? 35 million. 35 millionga sotilmayapti ekan, hurmatli obunachilar. 40 million xayri bor ekan. 1,5 yashar bo'ldi. Yoshi 1,5 yashar ekan. Bunisi ham sizdan? Ha, bunisi ham bizniki. Buni nech pul deyapsiz? Buni 35 deyapmiz. Jonivor, oyoq qo'li uzun. Kichigi mashina. Kichkina ekan, lekin o'tda ham bo'ladigan narsa ekan-da, aka bu. Uzunligini qarang. Mana shu ay to'ldirib olsa. Mashida nech pul qilishdi buni? Xudo olsa yana o'sadi. Buni 32 milliongacha o'tib beradi. 32 millionga xayr so'ralyapti ekan, hurmatli obunachilar, buni berishmayapti. Ishqibozlarga nomer beramizmi aka? 90 qo'da bo'ladi. 90lik. 547. 547 35 47. 35 47 ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzil qayerda? Manzil Bog'i Shamolda. Andijon Bog'i Shamolda, hurmatli obunachilar. Jonivor. Like bosib, havas qilib like bosib qo'yganlarning uyida eng kamida 10 tadan shunaqa buqa bo'lsin. Mana savdo bo'lyapti. Qaysi biri aka? Xudo xolasa. Nech pul?
Hurmatli obunachilar, to'ro'si bir joyga 22 million so'mdan savdo qilishyapti. Buni da beryapman demoqchiman 22,5 dan. Yema hisoblaysiz. Nimaga buni arzon hisoblayapsizlar? Endi olguncha olingandan keyin bir qaror. Endi sodani ish shuda, olgincho'r yaxshi bas bo'ladi, olgandan keyin undan zo'ri bo'lmaydi. To'g'rimi aka? Bozorda ish qonun qoidasi shu. Bo'pti, bering boy aka, bir joyga qutulasiz ekanda. Aka, 22,5 dan aytib qo'yapsiz, qo'y o'zingni. Siz boshqa gapiring. Keling, martga. 500 ming bo'ladi. Men ham martlik qildim aka. Men ham martlik qildimmi? Oma ikkovlaring ham chiroyli savdo qilyapsizlar, oma. Bitadi xudo xohlasa. 500 ming deyapti. 88 million 500 ming bo'ladi. 88 million 500 ming bir joyga. Olgim kelyapti. Nech pul bo'ldi aka bu? 21. Qo'sh. 21 million. Mana hurmatli obunachilar. Oho, nech bilan bo'pti bu? Nech bilan bo'ldi aka bular? 52,5 million. Nech bosh? 10 tasi 52,5 million bu. Bu qancha pul bo'ldi? 22,5 million. Hurmatli vodiy buqa ishqibozlari, like va obuna bo'lishni unutmanglar aka. Kanalga mehmonlar. Vallahi qarang. To'g'ri. Vodiy buqalari aka. Aka, va shu yerdan nech pul bermayapsiz? Nech pul? Jupa 35 million. Yaxshi gap yo'q. Mana. Maydaroqlardan ko'ramiz. Lekin mo'ljal balandasi ham aka, birov mo'ljaliga yetmaydi. Men ham aka insof sari bar aka, insof qilib sotadi. Qo'shib ham Nech pul boy aka? 18,5 million. 18 million 500 ming. Shamoli. Vodiy buqalari uchun bu video. Vodiy buqalari uchun. Yo'q. Bering aka. Beraman, Dehqon maza qilsin. Mana hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, ishqibozlar, nomer qo'yganlarimizga aloqa qilib ko'rasizlar. Hammaga kattaga rahmat, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga.